Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan birgalikda Mr. Begay kanali. Bugungi videorolikda sizlar bilan Open Pack va bir ikkita yangiliklarni ko'rib o'tamiz. Va o'ylaymanki bu video sizlarga yoqadi. Agar video yoqsa like va komment, obuna bo'lib qo'yinglar kanalga. Bir hafta YouTube'ga video olmaganimga nima haqida gapirish esimdan chiqib ketibdi. Xo'sh, unda mayli. Birinchi navbatda mana bu nima deydi, yangi kelgan o'yinchilarni birgalikda sizlar bilan obzor qilib chiqamiz. Xo'sh, Luis Figo bilsanglar bu ancha zo'r legendarniy o'yinchi. Ko'pchilik aytadi, bu sotqin, bu pulga sotib ketgan, bu deb. Sizlar qo'yinglar. Xo'sh, Luis Figo bu Barselonada bo'lgan paytdagi rasmiy mana ko'ylagidan, ya'ni futbolkasidan bilinib turibdi. Xo'sh, bu o'yinchiga keladigan bo'lsak, bu o'yinchining statistikasi prosta ajoyib, tezligi 140 ni pasu, lekin o'ta normalniy. Ayniqsa Sam o'yinchi uchun, ya'ni Kam center hujum orti o'yinchi uchun, hujum orti yarim himoyachimi, короче, nomi shunaqa bo'lishi kerak. Xo'sh, udari yaxshi, chotki. Chotki deb ham bo'lmaydi. Passing zo'r va dribling o'ta chotki. Va fizikisi uncha bo'lmaydi, lekin buni talentlari o'yinni o'qiy olar ekan, to'p bilan bemalol muomala qila olayotgan va 9lik qilib nima deyiladi to'g'risi, esdan chiqib qoldi. O'sha 9lik qilib gol ham urib olishi mumkin ekan, juda yaxshi. Xo'sh, buni qaysi pozitsiyada o'ynashini mana ko'rib turibsizlar. RM ham Kamda o'ynaydi. Menimcha Barselonada bo'lgan payti bu ko'pincha Kamda o'ynagan bo'lsa kerak. Yana bilmadim. Xo'sh, endiga navbat Terry короче, hozir to'g'risi o'yinchilarning statistikasini ko'rib ismlarigacha o'qish juda ham qiyin bo'lib ketdi. Xo'sh, bu o'yinchiga keladigan bo'lsak, bu o'yinchi juda ajoyib statistikaga ega. Mana ko'rib turibsizlar, tezlik juda ajoyib, dribling ham zo'r, udar ham zo'r va passing ozginagina unchalik yaxshi emas, lekin 120, shunisi zo'r. Va fizikisi gap bo'lishi mumkin emas. Xo'sh, bu bemalol uzoqdan center, ya'ni nishonga ota oladi. Masalan, korobkani tashqarisidan va 9likdan ham bemalol urib qo'ysa bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringdek, o'yinni o'qishi juda ham zo'r va uzoqdan bemalol tepa olar ekan. Buni hech qanaqa pozitsiyasi yo'q ekan, faqat soft chesti aytadi-yu, natural deydi-yu yoki nima deydi? Haqiqiy striker. Xo'sh, endi bu yerda yarim himoyaga Claudio Marchiso. To'g'risi bu o'yinchi haqida eshitmagan ekanman. Endi ming bor uzr, I'm sorry. Nega? Chunki bu o'yinchi haqida bilmaganligim uchun. Bu o'yinchini statistikasiga keladigan bo'lsak, tezligi bo'lavermaydi, lekin yarim himoyada tezlik hal qilib beradi, ya'ni passingda tezroq passing qilib, tezroq dribling qilib, tezroq yugurib, shunaqa. Xo'sh, udari tushirishim, ya'ni musor, passing gap bo'lishi mumkin emas, dribling yaxshi, zashta zo'r va fizikisi ajoyib. Bu o'yinchining talenti uzoqdan ham bemalol xuddi Terry Henryga o'xshab va passing bemalol bitta tochkaga pas bersanglar o'sha yergacha yetib borar ekan. Buni qobiliyati shunaqa va bu SDM, ya'ni yarim himoyaviy zashtami shunaqa. Endigi navbat keyingi o'yinchimiz Jon Cancelo juda ham ajoyib. Endi nega men bu o'yinchilarning statistikasini sizlarga birma-bir ko'rsatib o'taman, chunki ko'pchilik FC Mobile'ga kira olmasdan mana shu o'yinchilarning qanaqa statistikaga egaligini ko'rib bilib olishi shart deb o'ylayman. Jon Cancelo bu bilsanglar kerak, Al Hilolda o'ynar edi. Juda ajoyib o'yinchi.
Buni hattoki Lmaga ham qo'yib RBga ham qo'yib o'ynasanglar bo'ladi. Ikkita pozitsiyada cho'tki o'ynaveradi. Tezligi zo'r. Udari musor. Passing ham ajoyib, dribling zo'r, defending ham ajoyib. Lekin fizikasi ozginagina yetmay qolar ekan. Bu Barselona o'ynaydi, yana kim bilmasa. Keyin buni bo'yi 182 ekan va buni og'irligi 74 ekan. Va qolgan o'yinchi mana Gyökeres, Odegaard, voy, sorry. Oblak, Upamecano va bu yerda Alexander Arnold, ya. Ana ko'rasizlarmi buni? Pozitsiyani cho'tkiligini. 115 RB, passing zo'r, dribling zo'r, defending ham zo'r, lekin tezligi ham ajoyib, lekin defending unchalik emas, mayli. Sof RB ekan. Lekin qoyil, prosta qoyil. Nimaga? Chunki bu himoyachi bo'lib turib, passingi cho'tki. Hatto bir ayrim 117, 116 bo'lgan yarim himoyachilar va kamdagilar bunaqa darajadagi passingga ega emas. Prosta gap yo'q. Kuchaytirsanglar zo'r bo'ladi va bular. Odegaardga passingi zo'r. Xo'sh, menda 20 ta draft bor va shu 20 ta draftga hozir birma-bir ochamiz. Birinchi o'ntalikdan yo Alloh, Genri yoki Luis Figo tushsin. Bismillah. Kim bu tushdi? Portugaliya. LP. Yaxshi, zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Yo Cancelo. Даже men bu Gyökeres ham tushdi. 189 ekan bu. Men o'ylardim buni bo'yi sal pastroq. Yaxshi, bu zo'r. Xo'sh, endi to'xtanglar. Video tez tugab qolishi kerak emas. Bu yerdan keyingi video rolik uchun mana oltinlar, olmoslar yig'ishda yana boshlayapman. Nasib keyingi videogacha yana 20 mingta olmosni yig'ib qo'yaman. Xo'sh, endi bu o'yinchimni buni bu yoqqa olib kelaman va buni kuchaytirganimdan keyin men bu RBga olib kelib, mana shu RBga qo'yaman. Yashilni sarvoma qilaman. Shuncha o'yinchim zaxirada turibdi va bu yerda mana Gyökeresga ham olib qo'yman, cho'tki bu ham. Va menimcha bo'ldi. Bu o'yinchilar menga unchalik kerak emas. Menda qancha 840 ta kuchaytiradigan material, ya'ni Mascherano bor ekan. Mascherano nima deb ataladi? Bilmayman. Xo'sh, endi keyingi o'ntalikni ham qani bismillah. Yo'q, bu safar unchalik yaxshi o'yinchi bermadi. Menimcha o'ylab turman 115 berdi deb. RB bersa yaxshi bo'ladi. Fransiya buni Paris Saint-Germain. Nega buni menga berasan? Lekin yaxshi. Joao Canceloni menga berdi. Xo'sh, bu yerdagi Open Pack jetonlarim tugadi va keyingi navbat mana bu yerga va bu yerda ko'rib turibsizlar. Juda ham ajoyib bo'lgan o'yinchilar kelgan. Zambrotta, 112 kartasi, bemalol defending ham zo'r va LBga ham qo'yib o'ynasa bo'ladi. Xo'sh, keyingisi Petit menga kerak, chunki buni ham LBga qo'yib o'ynasa bo'ladi. Tasavvur qilyapsizlarmi? Ikkita o'yinchini ham LBga ham qo'yib o'ynasa bo'ladi. Bu juda ajoyib. Amat. Dribling zo'r. Dribling gap bo'lishi mumkin emas. Buni bemalol RMga ham qo'yib o'ynasa bo'ladi. 73. Tushunarli. Va bu yerda Guilherme Bissoli. Yaxshi, zo'r braziliyalik ekan. Tailandda o'ynar ekan va yoshi 28 da. Tushunarli. Va bu yerda ko'rib turibsizlar, Abduqodir Husanov ham bor. Bu meni maqsadim. Mana bu yerdan yoki Petit yoki Zambrottani olib ketish. Yo bismillah. Qani, go. Kim.
Kim bu? Kim bu? Mayli. Mayli. Necho. Zato. Menga Jo Cancelo hozir to'g'risini aytaman. Anchimcha video olmaganligim uchun nima gapirish va qanaqa gapirish kerakligi tilimdan chiqib ketdi va gapirish esimdan ham chiqib ketdi. Xo'sh, Barselonalik o'yinchilar juda ham ko'payib ketdi. Rafinha, Joan Garcia, lekin Joan Garcia judayam zo'r turib berar ekan baratida. Prosta gap bo'lishi mumkin emas. Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, refleksi, boshqasi juda zo'r. Va men bu Raya ham bor, David Raya. Buni ham refleksi, ya'ni Deving bu kopni urib yuborishi, position tanlashi ham yaxshi. Qo'l bilan o'ynashi, refleksi, tepishi va fizikasi zo'r. Va buni hozir meni maqsadim buni ribaga ham qo'yib o'ynasa bo'ladi. Faqat shu ribani nechinchi urovenda qo'yib o'ynasa bo'lar ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'sh, buni hozir davay kuchaytirib qo'yaman. Hozir buni bitta statistikasi bilan Gyökeres bilan keyinda hozir birgalikda sizlar bilan statistikasini ko'rib olamiz. Men achinganim yo'q to'g'risi, nabarot xursand bo'ldim. Menga Raba o'yinchi kerak edi, aynan Raba o'yinchi, chunki Rabada bilasizlar, menda Raba unchalik yaxshi emas va shuning uchun Rabani almashtirishga majburman. Ya'ni xo'sh, hozir 1 daqiqa, 1 minut. Prosta 1 minut kutib turinglar hozir. Kecha kim Chempionlar Ligasini ko'rdi o'tgan kun va kecha ko'rib turganinglardek mana shunisi bilan Gyökeresmidi? Gyökeres. Gyökeres ekan tushunarli. Pervi o'chirdi shuni ismini yozaman hozir va ko'rasizlar hozir. Gyökeres. Neydi shu? Va bu yerdan mana bu kartasi va defending, passing, shooting. Aha, tushunarli. Xo'sh. Qaranglar, hozir men buni ko'rsatishim. Menimcha bu qizirga bormaydi. Bu katta ehtimol bilan ko'p bilan qoladi. Kutaman. Kutmasam bo'lmaydi. Chunki agar buni bu yerga qo'ysam, bu unga joyini almashtirishim kerak. Tushunasizlar? Va menda hozir LM uchun futbolchi yo'q. Va balki bu ham nima deysiz? Buni pozitsiyasi tushunarli. Tak. Ben balki buni keyingi videorolikka qoldirsam degan yoki shuni kuchaytirib yuborsam degan.
Davay keyingi videorolikda materialimni kuchaytirib, ko'p qilib, короче, keyin video qilishga harakat qilaman. Va sizlar uchun eng zo'r yangiliklardan bittasi bu yerda UEFA Chempionlar Ligasi bosqichini, ya'ni Dream Cheers, to есть shu UEFA Yevropa Liga bo'limini navbatdagi haftaligi ochildi va mana shu haftadan keyin yana bitta nabor ochib beradi va shu bilan ketadi bu. Buni limiti tugadi. Menimcha bu kelganiga ham bu sezon kelganiga ham ancha bo'ladi deb o'ylayman. Agar keyingi sezon hamma o'yinchilar qaytib kelsa, demak bilinglarki bu oxirgi sezon bo'lgan. Va mana shulardan bitta tushib bermadida yoki Zambrota tushib bersa bo'ladi, hatto Petit tushib bersa bo'lardi. Mayli, nechun boriga shukur qilamiz, yo'qiga sabr qilamiz. Shu siyorda esilardan chiqazinglar. Xo'sh, obunachilar, akajonlarim, video yoqqan bo'lsa, обязательно like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, keyingi videorolikda bombasini ko'rasizlar. Va hozir sizlar bilan Mr. Begay kanali bo'ldi. Keyingi videorolikgacha ko'rishguncha sen paka. Salomat bo'linglar. Paka.